Assalomu alaykum Mebel Obzor YouTube kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, mana shu videodan ko'rib kattagina 12 talik stolimizni atigi 3 million 200 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Muhiddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qaranglar do'stlar, stol so'rayotgan obunachilarimiz uchun aka arzon bo'lsin, birinchi qo'l bo'lsin, eng asosiysi sifatli bo'lsin degan obunachilarimizga Andijon viloyati Oltinko'l tumani birinchi qo'l usta Muhiddin akani ishlab chiqarish xonadoniga yetib kelganman. Aka, oldingi videodan tushgan zakazlar bor edi, chiqarib yuborayotgandim. Toshkentga, Farg'onaga, Qoraqalpog'istonga ketayotgan mebellar bor. Mebel Obzor obunachilarining mebellari aka, hammasi bitta obzor qilaylik, ko'rsataylik yangi ishlarimni deyildi. Mana yetib keldim. Obzorda do'stlar o'tkazmasdan ko'rsanglar, yog'ochi materiali, razmeri, kraskasigacha aytamiz. Do'stlar, xudo xolasa bonuslarimiz vodiy bo'ylab Muhiddin aka Mebel Obzor obunachilari uchun dastavkani mutlaqo bepul qilib beryapti. Vodiydan boshqa viloyatlar ham telefon qila olinglar. Mana Qoraqalpog'istonga ham ketyapti. Iloji boricha arzonroq shopir topib beraman deyapti. Aka, xudo xolasa telefon qilishaversin, ha? Xudo xolasa xizmatdamiz, hoji. 24 soat telefon qilarsizmi? Bemalol. Kechasi ham, ha? Kechasi bo'lib ketmasin. Ha, bo'pti. Do'stlar, mana ekran tepasida nomer bor, Telegram, WhatsApp bor. Shunday telefon qilib aloqaga chiqsanglar, ishinglar bitadi. O'tkazib beramiz. Videoda o'tkazmasdan ko'ringlar, biz obzorimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qadrdonlar, obzorimizni boshlaymiz. Muhiddin aka, assalomu alaykum. Hoji, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat aka, tayyor qilib qo'yibsizlar, ha? Tayyor, xudo xolasa. Xudo xolasa do'stlar, qaranglar. Muhiddin akam aytayapti, aka, Mebel Obzor obunachilari uchun 12 talik katta stol 3 million 200 ming so'mga ham bor deyapti. Aka, bonuslarimiz, qulayliklarimiz vodiy bo'ylab bormi? Dastavkasi bepul. Vodiy bo'ylab dastavka bepul do'stlar. Uzoq joylarga iloji boricha arzonroq shofyor topib beradi. Mana eng uzoq viloyat Qoraqalpog'istonga ketayotgan obunachimiz Mebelni ko'ryapsizlar. Hozir hammasini to'liq ma'lumotlarini beramiz. Bunaqa qilib falgalarga ham o'ra beradi. Falgasiga 100 ming so'm qo'shib bering demaydi. Xudo xolasa Muhiddin aka boshladik, inshaalloh. Xudo xolasa boshlardik. Do'stlar, Muhiddin akaning mebellarini juda ko'p obzor qilib berganman. Kanalimda bor. Mana shu mebellar juda ko'pi xuddi shu videolardan ko'rib obunachilarimizga ketyapti. Shu paytgacha o'z vaqtida chiroyli qilib obunachilarimiz mebellarini yetkazib beryapti ekan. Yana hozir yangilik ishlari bor ekan, mana skelet holatlari ham bor. Bitta ko'rsatib o'tamiz. Ko'ringlar, yoqdimi bo'ldi. Mana ekranda tepasidagi nomerlarga telefon qilib gaplashsanglar bo'ldi, ishinglar hal bo'ladi. Muhiddin aka, qaysi? Bir chekkadan kelaylikmi? Farqi yo'q, bo'laveradi. Xo'p, bunisi Monika Cobra ekan, aka? Monika Cobra bez qoplamasi. 12 talik. 12 talik bu. Xo'p, mana do'stlar, 12 talikda stoli necha bo'ladi aka? 320 ga 120. 320 ga 120 MDF aka? MDF. Laminat qilmay qo'ydinglar? Yo'q, qilmay qo'ydik. Xo'p, mana do'stlar, bu ichi MDF, laminat emas. MDF qimmatroq bo'ladi, listi. Ikkagan oyog'iga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Xon taxta bo'lar ekan aka? Xon taxta bo'ladi, hoji. Xo'p, bu ketyaptimi yo tayyor bormi? Yo'q, bu ketyapti Toshkentga. Toshkentga ketyapti. Mana do'stlar, chiqib ketayotgan, dogovor bo'lgan mebelni ko'ryapsizlar. Xudo xolasa ko'rinishlari, hoji. Orqalari pardali. Yong'oqdan 100%. Mana yog'ochlari do'stlar, yong'oq holati, tagi ham endi. Material attachento material, sidinasi 10,5 sm qilingan. Xo'p. Ko'pchilik o'tirgandan keyin puchayib qolmaydimi deganlar, yo'q, puchamaydi, mana qatib turadi bu. Qozog'iston macharkasi. Mana shu Monika Cobra trend to'p ketdi aka. Ha, bu boshqacha materiallik. Mana bu yeri boshqacha. Ha, material holati. Bunisi boshqachasi hozir. Materiali xolos. O'zgarsa? Yo'q. Pul o'zgarmaydi. Yo'q, rangi ham o'zgarsa, pul o'zgarmaydi. Har xil rasmga qilib beraveramiz. Aka, Toshkentlik obunachimizga yog'och yong'oqdan 12 talik nech pul bo'ldi? 6 millionga chiqib berdik. 6 millionga 100% yo'l kirasiz, aka? Yo'q, yo'l kirasiz. Bu endi Toshkentga nech pulga yetib boradi? 450 ming so'mga yetib boradi. Demak, egasini qo'liga 6 million 450 ming so'mga tegadi. Yetib boradi. Mana, yo'l kirasi bilan aytilyapti, do'stlar. Endi 450 ming so'm bu Toshkentga yetib borish narxi, do'stlar. Endi uzoq yaqiniga qarab yo'l kiraning narxi ham o'zgaradi. Aka, mo'llarni ham bitta ko'rsatib qo'yamizmi? Bu qoplamaligi, hoji. Mana onisi, bu qoplamaligi, chekasi o'ralgan. Ha, ponni o'ralgan, aylanib o'tgan. Bu ham orqasi parda broshka qilingan. Buni 6 milliondan ko'ra necha farqi bo'ladi, aka? Material, macharka ko'proq ketadi. Maylar o'ralgan. Ponni macharka, hoji, buni oldini o'ziga qo'yib qo'ymaganmiz. Ponni aylanib macharkaga o'tgan macharka. Yumshoq ekan.
yiqilib tushsa ham material yirtilib qolmaydi. Odam Aha. qo'li tegsa ham Mana shu qoplama 12 talik holati 6 milliondan necha pul razisa qiladi? 6 million 200 ming so'mga qilib beramiz hozir. Ha, 200 ming so'm qo'shiladi xolos. 200 ming so'm qo'shiladi. Qoyil. Lekin mana xuddi shu ko'rinish bo'lardi. Ha. Xo'p, mos skeletimi aka? Bu skelet holati yundan shu holatga kelib chiqadi. Xo'p, do'stlar, bu skeletlarini qaranglar, nimaga ko'rsatyapmiz? Narxlarigacha yoritib ketyapmiz. Bu birinchi qo'l ustani xonadoni, sexi o'zlari ishlab chiqarishi bo'ladi. Shunaqangi yog'och holatidan mebel holatigacha keltirguncha mehnat qilishadi. Hali ikkinchi qo'l, uchinchi qo'l magazinlarga o'tib yurgani yo'q. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Aka, bu yong'oq shekilli qorayib turibdi. Bu yong'og'i bu. Aha. Bu Lisivaydiki. Narigisi Bu oqroq. Lisivaydiki. Bu ham bitgan holati buni. Hali 3 million 200 ligimiz shundan-da endi. Ha, shuni skeleti shuni. Mana Lisva yog'ochi bo'ladi do'stlar. Bu ham lekin juda qattiq. Qattiq yog'och. Shunaqa bo'ladi. Xo'p, keyingisi aka, narigimi? Ketaveramiz bir chekkadan, hozir bo'lmasa. Xo'p. Bu ham Keyingisi yong'oq bu ham. atirgulli. Atirgullik. Mana gulini ko'ringlar, shu ham juda skromniy gul, tekis, hali skromniy narsa Bu ham parda broshkali. Xo'p. Xudo xolasa. 100% yong'oq bu ham hozir. Oyoqlari xon taxta bo'ladi. Xon taxta bo'ladi. Endi qarang, Muhriddin aka, buni gabariti kichikroq bo'lgani uchun stoli ham torroq bo'ladi, aka. Ha. Stoli 275 ga 1.7. Mana do'stlar, bu 320 emas, 12 talik bo'lsa ham 275 ga Butun qilib tayyorlangan. ha, Ulog'i o'rtasida choki yo'q. Yo'q. Endi mana katta stollarimiz iloji yo'q, choki bo'ladi, lekin chokini ham ko'rinmaydigan qilishib yuboradi. Ha. Xo'p, atirgul 12 talik yong'oqdan. Nech pul aka? 4 million 500 ming so'mga qilib beramiz. 4,5 million so'm. Do'stlar, har bittasida aytmayapman. Vodiy bo'ylab Muhriddin aka Mebel Obzor obunachilari uchun dastavka bepul qilib beryapti. Dastavka bepul. Xudo xolasa aka. Muddat qanaqa bo'lyapti aka? Muddat 3 kun, 4 kun, 5 kungacha bo'lyapti. Uzoq emas aka. Uzoq emas. Telefon qilinglar, gaplashinglar. Endi hozir bu yerda borini ko'rsatyapmiz, ketayotganini ko'rsatyapmiz, do'stlar. Yana boshqacha ranglari, boshqacha modellari, shu telefon nomerlari mana ekran tepasida, telefon nomerlariga Telegram, WhatsAppdan yoki telefon qilib aloqaga chiqsanglar, aka katalog bor-a? Katalog ko'p, tashlab Tashlab beramiz. berasiz. Xo'p, keyingi modelimiz qoplama. Qoplama. Bu Farg'onaga ketyapti bu hoji, xudo xolasa. Farg'onaga ketyapti. Yetkazib beramiz. Oldingi videoyingizda chiqaruvdik, ashlardan ko'rganda endi Ashundan ko'rgan, xuddi ashundan tayyorlaganmiz. Mana, do'stlar, xudo xolasa, hali birinchi qo'ldan olinglar, maza qilinglar inshaalloh. Bu nechtalik qildingiz aka buni? 12 talik qilingan bu ham. 12 talik zakaz qilgan, 12 talik tayyorlaganmiz. Qoplama yog'ochi, Yong'oq. yong'oqdan kraskalari aka bunda turetskiy bo'ladi hammasida. Hammasi turetskiy. Hali arzon kraskalar Yo'q, emas, ha? undan qilib. Xudo xolasa behijolat aka. Mana, do'stlar, kelgan stolini ham so'ramayapman, faqat MDF dan ishlatyapman. 100% MDF. Ha, mana. MDF bo'lsa yaxshi bo'ladi-da, laminatdan qimmat bo'ladi MDF. MDF baquvvatroq ham hoji. Ha. Ijtimoiy bo'lmaydi, xudo xolasa suv to'kilsa. Buni Farg'onaga yong'oqdan qoplama nech pul aka? 4,5 million dastavkasi bilan qildik. 4,5 million, ha, vodiy bo'ylab bepul. Dastavkasi bepul. Xo'p. Xudo xolasa endi keyingilarga o'tsak, Muhriddin aka haligi pul masalasi aka. Mana muddat aytyapsiz 3 kun, 5 kun. Oldindan qancha tashayapti, keyin plastikka tashasa bo'laveradimi? Uzoq joylar yetib borsa beradimi yo shopirga topshirganingizda beradimi? Xo'p, bizga oldindan zakolat bo'lishi shart. Xo'p. Pulini xohlasin klidan tashlab bersin, ish yuk chiqarayotganimizda, Aha. xohlasin borgandan keyin bersin, ish sifatini ko'rib olib turib. Xo'p, u yog'ini kelishaveradi. Yog'iga kelishilaveradi. Faqat zakolat bo'lishi shart. Zakolat bilan ishi boshlanadi. 3 kun, 5 kun vaziyatingizga bitadi. qarab shopir chaqirib, shopir bilan gaplashtirasiz. Aha. Keyin u yog'i bir kunda yetib boradi. Yog'i bir kunda yetib boradi, xudo xolasa. Xo'p. Aka endi haligi bu yong'oqmi, lisvami? Lisvay bu hoji. Haligi aytganimiz shumi? Ha? Videoda boshida Shu maqtan bordi-yu. 3 million 200 dedik Ha? a. Do'stlar mana qaranglar. Xuddi shu turishi komplet 3 million 200 ming so'm. Aka bunisi-chi? Bu ham 3 million 200 ming so'm, rangi boshqacharoq. Qarang, guli ham boshqacharoq ekan. Guli boshqacharoq. Do'stlar, mana shu turishi, haligi boshlang'ich to'lov, boshqa bu narsa emas. 12 talik katta mebel, mehmonxonangizni bir ko'rkiga ko'rk qo'shadigan narsa 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'm. Aka dastavka vodiy bo'lib bo'ladimi? Hammasida bor. Hammasida bor a? 3 million 200 bo'lsa ham. Mana. Do'stlar, bitta like bosib qo'yadigan joyi. Buni ham guli atirgulli, hammasini orqasi parda broshkali hozir. Pardasi bor. Guli ikkitali atirgul. Faqat yog'ochi yong'oq emas. Ha, yong'oq bilan adashtirmaylik. Sababi yong'oq bizga qimmatroq qochadi, shuning uchun puli qimmatroq. Ya'ni keyin bizni
o'tgan videoda ham aytganmiz, gabariti katta stolimizni katta qilib tayyorlaganmiz. Mana solishtirib ko'rsangiz ham hoji, yong'oqdan ham baland. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Bitta narsasiga e'tibor berib Guli bir xil xolosda, shunga qadar guli bir xil. Faqat lisvayda gulini ichida mayda chiziqlari bo'ladi. Buni yo'qotishga iloji yo'q. Yong'oqda o'ta tiniq bo'ladi mana. Chiziq mayda chudalari yo'q. Hali injiq klientlar bo'lsa, shunisiga e'tibor beradi-da aka. Aytib qo'ygan yaxshi-da. Atirgul dedingiz-ku, bu ham atirgul ekan-u degan narsa bo'lmasin, shuning uchun ikkovining farqini aytib qo'yapman. Xo'p, buni ichi yong'oqdan, buni ichi lisvaydan. Rossiyskiy lisvayga bor. Bunisi 4,5 million so'm 12 taligi, bunisi 3 million 200 ming so'm. 12 taligi. Yog'ochida farqi bor. Yog'ochida farqi bor. Xo'p, bular ham mana shu stoli xon taxta bo'ladi. Xon taxta bo'ladi. Bu ham 200 ming so'm. Rangi o'zgarsa puli o'zgarmaydi, hoji. Vali moy chechakdan, ha? Rasvetka qilib qo'ysak. Mana, bu ham shundan. Oppoq materialligi. Ha, mana. Rangi o'zgarsa puli o'zgarmayapti, do'stlar. Ha, shu gapimizga isboti. Mana. Hammasi rossiyskiy lisva yog'ochda. Haligi keyin oldi ham oyoqlari ham biznikini yuzli, hoji. Shu yerlariga ham e'tibor bering. Dumaloq joylari bor. Mo yong'og'imizda yo'q ekan. Yo'q. Xo'p, lisvayda bor. Qarang, endi Muhriddin aka, to'yxona, kafe, restoran, katta ob'yomda so'raydigan obunachilarimiz ham chiqib qolishi mumkin. Mana shu videoni qilyapmiz bunaqalarga. Bo'lishi mumkin. Ular ko'proq donali so'raydi. Yumaloq doira davra qilib bering deydi. Donaga ham nech pul chiqyapti donaga aka? Shu eng arzon modelimiz. 220 ming so'mga chiqyapti. Shu bir donasi 220 ming. Bir donasi. Qo'y. Mana do'stlar, dumaloq desa dumaloq qilib beramiz, to'rtburchak qilib beramiz. Xo'p, kafe, oshxona, restoran, to'yxona harakatida, qurilishida yurgan tanishlaringiz bo'lsa, ochaman deb yurgan tanishlaringiz bo'lsa, video tashab qo'ying. Xudo xolasa qanaqasidan desangiz, devorlaringiz aboylarga moslab ham rangini chiroyli qilib berishadi. Endi qarang aka, uzoq joy ekan, Andijon ekan deganlarga Muhriddin aka, bizga biz Qoraqalpoqdanmiz, bizga uzoq ekan deganlarga. Bu menimcha Qoraqalpoq deysiz-a? Buni Qoraqalpog'iston Nukusga ketyapti, hoji. Mana, do'stlar. Shunday qaranglar do'stlar, buni mebelni ko'ring. Mana obunachimizga ketyapti. Andijon ekan, uzoq ekan demasdan zakaz qilibdi mana Qoraqalpog'iston Nukus shahriga Muhriddin akaga zakaz qilgan. Shunchaki ishini ko'ring, sifatini ko'ring, narxiga e'tibor bering. Eng asosiysi, mana ustani o'zi juda ko'p videolarini chiqarib berganman oldin. Yoqdimi bo'ldi, Muhriddin akaga telefon qiling, xudo xolasa ishingizni mana tayyorlab, Qoraqalpog'iston qo'shni davlatlarga ham aka chiqaryapmiz. Kargo qilib bera olasiz. Bu bilan bu ikkovi bitta odamga ketyapti mebel. Nukusga. Bu ham. Bu nechtalik aka? Bu 16 talik hoji. 16 talik ham tayyorlab berasiz. Hammasi 12 talik ko'rsatdik. Ha, bu 16 talik. Mana do'stlar. Videodan keyin chiqarib yuboramiz. Xo'p. 16 taligi lisvaydan, atirguldan nech pul bo'ldi aka shu turish? 4 million 400 ming so'm. 4 million 400 ming so'm. Qoyil. 16 taligi 4 million 400 ming so'm. Xon taxtasi 120 ga 360. Endi qancha stul ko'paygan sari aka xona uzayib boradi. Uzayveradi. Xonani ham ikkiga bo'linadigan qilib tayyorlaganmiz hozir bu videoda. O'rtasida choki bor. O'rtada choki bor. Buni ulamasdan tayyorlaganman. Sabab ko'tarib olib kirib olib chiqishga juda qiyin bo'lib ketadi. Bu ham mana shu odamga? Bu ham mana shu odamga ketyapti. Bu qoplamas. Bitta odamga ikkita stol sulagan-da. Menga o'xshab bitta kattasi, bitta kichkina mehmonxonaga shekilli. Men ham shunaqa qilganman. Endi buni olib sotgan zakaz qilgan. Foydalangan. Zakaz qilgan. Ana shunaqa magazinlarga ham aka qilib bera olasiz. Tayyorlayapmiz, magazinlarni ishlayapmiz. Xudo xolasa, yo'lda qilib. Arzon birinchi qo'l joyi, do'stlar. Magazinlar endi olib sotsanglar, shunaqa ustadan olasizlar-da, bundan arzon joyi yo'q menimcha. Bundan arzon joyi endi bo'lishi mumkin emas. Endi bu birinchi qo'l. Aka bu nechtalik bu? Bu qoplamalik 14 ta hoji. 12 ta emas, 14 talik. 14 talik. Kobra 12, 100% yong'oq. Qoplama. Orqalari pardasi bor. Orqada pardasi bor. 14 taga stoli necha bo'ldi aka? 360 ga 120 bu ham. 360 ga 120 stollari xon taxta bo'ladi. Do'stlar, mana kraskalariga e'tibor beringlar, mana buni ham ko'rsating. Ustaning ishlari, jilviri, kraskasi, gruntopkasi, hamma narsasi joy-joyida. Xudo xolasa ishlariga behijolat. Haligi urdi soldi qilib, tez bitsin, tezroq ishim chiqsin deydigan usta emas. Yo'q. Hali sifatiga e'tibor beradigan ustalardan. Aka bu 14 talik yong'oqdan qoplama nech pulga chiqdi shu turishi? Buni 7 millionga qilib berdik hoji. 7 million so'mga endi buni yo'lkiradan tashqari. Yo'lkiradan tashqari buni mashinasini gaplashib qo'yganmiz, mashina keladi. 1 million 300 ming so'mdan ketyapti.
ikkovi. Ha, endi bir kam mashina, katta mashinalar egallaydigan joyiga qarab Joyiga pul qarab aytadi. oladi. 12 talik bo'lganda puli arzonroq bo'lardi. Xo'p, 16 talik, 14 talik. xo'p. Shuni Qoraqalpog'istonga alohida yo'l kirasi 1.300.000, 1.300.000. Ha, 'To'g'rimi? 2.600.000 ga yo'l Shunaqa. kirasi ketyapti. shunaqa. Shunaqa. Endi Toshkentga eshitdinglar do'stlar, 450.000 so'mga bir komplet ketyapti. Qoraqalpog'iston qanchalik uzoq? Bunga mana 1.300.000 so'mga ketyapti. Ketyapti. Shilinmay ketadimi deganlarga hozir mana o'rab qo'yganmiz. Shunisini ham ko'rsatib qo'ysangiz. Mana. Algada o'rab berasiz. Algada o'rab beramiz. Mana, xudo xolasa. Qadrdonlar. Orqa tomonlari fonni o'rab olganmiz. Bu endi falgaga o'ragandan keyin umuman shilinmaydi do'stlar. Yetib Yo'q, borguncha. Borgandan keyin yechib yuborasizlar falgasini. Xudo xolasa. Muhriddin aka hammasini ko'rsatdik aka. Xudo xolasa ko'rsatdik hozir. Endi qarang aka, mana 12 talik ko'rsatdik ko'proq. Aka menga 18 talik kerak, 20 talik kerak deganlarga telefon qilisharsin ha. Biz oldingi videolarimizda chiqarganmiz. 20 talik, 24 taligini 4 talik chiqardik. Maytga uzun qilib terib. 26 taligini ham chiqardik. Zakazga tayyorlab beraveramiz. Xonasini razmerini aytsin. Aha. Biz nechta tushishini aytamiz. Shunga qarab hisobini chiqarib beramiz. Bundan ko'proq chiqishi mumkin, bundan ozroq tushishi mumkin. Buni gabariti kattaroq, katta joyda egallaydi. Shunga qarab hisobini chiqarib beramiz. Xo'p, do'stlar, mana xudo xolasa qaranglar, mana boshidan oxirigacha hammasini ko'rsatdik aka. Ko'rsatdik hozir. Do'stlar, telefon qilsanglar bo'ldi. Materiali, yog'ochi, kraskasi hamma yo'g'ini gapirdik. Dastavkani ham gapirdik, pulni ham gapirdik. Shunday mana shu nomerga telefon qiling. Muhriddin aka, mana viloyatga, mana modelingizdan, mana kunga kerak edi yoki nech pulga qilib berasiz? Chiqarib yuboring bir komplet yoki ikki komplet desangiz bo'ldi, ishingiz bitadi, muddatini aytadi, zaklatini berasiz. Xudo xolasa shunaqa qilib bemalol zakaz beraverasizlar. Mana shular hammasi Farg'onaga, Namanganga, Toshkentga, Qoraqalpog'istonga ketayotgan obunachilarimiz mebellar ekan. Do'stlar, Muhriddin aka sizga ham katta rahmat aka. Hozir xush kelibsiz, rahmat. Xudo xolasa qadrdonlar, mehnatimizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlar uchun mana birinchi qo'l joylarni yoritib beryapmiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha.